Aslida odam azaldan ko'rishib boqmagan odamga shu qadar intizor bo'ldi ekan. Agar ayni vaqtda biz to'rda aloqalashmagan bo'lsak, balkim keyingi hikoyalar yuz bermagan bo'ladi. Sizni uchratganimning to'g'ri yoki xatoligini bilmayman. Lekin men shu vaqtda ichimga patmog'idek xushal bo'lgan. Qanday qilaman? Nima bo'ldi? Acha, Nilqi, men paranglashayotgan bo'lib-ku, ko'rishaylik deb gap qilibdi, qanday qilaman? Yaxshi bo'pti-ku. Dimsim qachongacha to'rda paranglashib yuraysan afkam. Men jo'g'anicha ko'rishaylik degan bo'lsaroq chiqib, ko'rish tomoqlarni yeyish baxmamsa. Jiq odamlar to'rda yaxshi ta'sir berdi, lekin ba'zida amaliyotga o'xshash chiqmaydi. Shu men jo'g'an bir chiqib ko'rish boq. Lekin sen eng oxir deydig'inim, qizlar cho'qim o'ziga chang bo'lish kerak. Sen
Vay. Dadam ben xafa bo'lib ketibdi. Siz bunga soat qarab baqdingizmi? Hozir borib men bir tushundiray. Ma'qul.